Ko'chadan bir narsa olib, baraka topmayapsan odam, bolalarni bo'lsa topgani har xil sneklar. Hozir bittada sizlarga ikkita quyonni urishni o'rgatib qo'yaman, yaxshilab tomosha qilinglar. Birinchi shunaqa qizil kartoshkalarimizni chiroyli qilib chips qilib to'g'rab olamiz. Muzli suvga 1 soatga solib qo'yamiz. Keyin qaynab turgan suvda 1 minut qaynatib olamiz. Yaxshilab quritib, ko'pgina yog'da ozgina-ozginadan qilib qizartirib olamiz. Pishgan chipslarimizga tuz, paprika, chesnochning priprava sepib aralashtirib olamiz. Buni shundayligicha bolalaringlar chips o'rnida bersanglar ham bo'ladi, lekin buni yana ideallashtiramiz. Eng mazali va ishonchli ravnaq kolbasalarni parra qilib to'g'rab olamiz. Chips qovurgan yog'imizni bir qo'rib olamiz. Endi chiroyli idishimizga chips solamiz, ustidan kolbaskalarimiz, ustidan eritilgan mazali sirni quyib yuboramiz. Endi yugurib chiqib issiqqina nonlarni olib kelib yonga achchiq bilan tayyorlab maza qilib yeb olamiz. Ishoninglar, shunday idealniy tamaddi bo'ladi. Boladan oldin o'zinglar yeb qo'ymasanglar bo'ldi. Если cho kelinglar, mehmon bo'lib ketasizlar.